Avtoshop avtosalonimizning hurmatli obunachilari, bizani uzoq va yaqindan kuzatuvchi qadrli mijozlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bugun 17-iyun 2025-yil avtosalonimizdagi Gentra mashinalarini qisqacha bir obzor etib o'tacakman. Xo'p, birinchi bo'lib boshidan bo'lsak, 2022-yilda ishlab chiqarilgan qora svetda ko'rib turganingizdek Gentra mashinamiz bor. Avtomat korobka, kuzov qismi polni toza. 2022-yil. Probeg 72.000 km tutdi. Mashinada 4 yumshoq balon bor. Metan ustanovka bo'lgan. Balonning holatini ko'rishingiz mumkin. Narxi 175 million so'm. Va albatta ustuna kelishlardan iri bor, naqd puldan olsa. Telefon nomerlarimizni aytib o'tamiz. 93lik 757 77 00 bemalol telefon turib, xohlasangiz avtoketga chiqaraman desangizlar, polni boshlang'ich to'lov ma'lumotini, oylik to'lov ma'lumotlarini so'rab olsangizlar bo'ladi shu nomerlar bilan. Bu yon tarafda esa 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat korobka mashinamiz bor. Bu mashinamiz ham polnosti ko'rib turganingizdek qora rangda. Mashina metan ustanovka bo'lgan. Pokoleniya variantdagi, ya'ni 4-pokoleniya metan ustanovka bo'lgan. Elde bir 10 ya chap, ishqa bir detalda kraskasi bor. Qurg'oq tonirovka urilgan, 73.000 probeg. Balon qo'yilgandan sal almashtiradi yana keyin. Xullas, bu mashinamizning narxi 175 million so'm. Ham bu mashina ma'lumot berib o'tadan olsam, boshlang'ich to'lov 10 million so'm pul bersangizlar, polnosti hamma xarajati bilan, ko'cha xarajatlari bilan polnosti 10 million so'm pul bilan oldlaringizni o'tirib avtoketga chiqarib beramiz. Oyina esa 5 million so'mdan to'lab ketaverasizlar. Xohlasangizlar yo'q, men naqd qo'yaman desangizlar, u 5 yil ama qimmatga tushib ketadi ekan degan bo'lsangizlar, o'zining narxi 175 million so'm. 2023-yil avtomat korobka ko'rib turganingizdek. Bu yon tarafda esa mexanika Gentra mashinamiz ham bor. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz ham 4 yumshoq balon qo'yilgan, polnosti kuzov qismi toza. Mashin benzinda yurgan. Görüşürüz mümkün. Zaman ama çıkarttı özüne. 90.000 km tuttu maşin. Özüne halal yürüyen probegi. Bemalol tekşirtirib, kuzov kısmını tekşirtirib, keyin pul sanasanızla boladı. Naqd, barter, nasiya savdo farkı yo'q, o'zingiz yaqqan to'lov usulida xarid qilib ketaverasizlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanika. Ben tarafta shot spravka, polnosti göt qo'yilmani minasin bor detallar uchun shot spravka turgan Gentra mexanika mashinamiz bor. 2023-yil. Mashin hali примерно plus minus bilan 1000 km tutdi. Narxi 165 million so'm. Birinchi nomerlarni taqib beramiz. Shu bilan naqd, barter, nasiya savdo farqi o'zingiz yaqqan to'lov usulida xarid qilib ketaverasizlar. Gentrani yamonini so'raydiganlar bo'ladi-ku, misol o'zina navdida shu mingan vaqtda hech narsa surtmayin deydiganlar uchun Gentrani yamoni bor, to'g'risi 2020-yil. Kuzov qismi polni toza, mashina 100 ming yurgan, lekin polni hamma yeri shunday taqlangan. Full shunka 4 yumshoq balon, eng zo'r qilib hadoy sistemasidan taqlangan. Amerikanka orqasini optira stoplar ham polni originallari qo'yilgan. Qurg'oq tonirovka urilgan, ruxsatnoma ham bir 10 oy, 11 oy bor hali. Laboy nav deydi. Laboy qismi ham gerb variantdagi laboylar ustanovka qilingan. Kuzov qismi polni toza, hech qanday 1 gram ham kraska yo'q ichida. 4 yumshoq balonni aytdim, hadoyini aytdim. Elde arkası aytdim. Hem akustika. Akustikani ko'p odam tushunadi-ku o'zi. Atak tushunmaganlar uchun 4 eshikli estradniy kolonkalar qo'yilgan, 725 pioner mikrofon qo'yilgan, Malibu rul, Malibu bar, subwoofer usilitel, xullas, vobshim yomon bo'lib taxlangan Gentra mashinamizdan ham keyin 2020-yil. Narxi lekin sal qimmatroq, ya'ni narxi 160 million so'm, eng bitadan yeri. Mashina hech qanday rasxod yo'q, to'g'ri minasizlar, to'g'ri aytib hech narsa qo'yib o'tirish shart emas. Hamma yeri polni tayyor. Polni. Monza so'raganlar uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan 2 dona Monza mashinamizdan bor. Xohlasangizlar probegsiz variant, ya'ni shot spravka,
Endi birinchi nomerlar qo'yilgan, lekin yurmagan, probek yo'q. Xolos ezlasa, yurgan variantda Monza mashinamizdan bor. 205 milyon so'm, yurmagan esa 240 milyon so'm. 205likda 4 tane yumshoq balon bor. Probek ham 35 ming, 40 ming o'rtaliq yurilgan. Lekin kraska polni toza. Qurg'oy tonirovka ham urilgan, ruxsatnoma. Albatta 5-6 oy bor ruxsatnomasi. Shot sifratga Monzamiz esa hech qanday probek yurmagan, birinchi nomerlarda qil tutdi faqat. Hamma rodnoy. Bularning motori 1.5 atmosferni bo'ladi. Bemalol gaz, benzin, propan ustanovka qildirsangiz bo'ladi. Qiyinchiliksiz, oson yo'l bilan qo'yiladi deydi-ku. Xo'p, bu ham tarafda oxirgi jentramda aytgan bo'lsak, 2020-yil mexanika korobka, yo'rtog'laringizdan mokra svertsveta, ya'ni jiqa 2 rangda 69 ming probek turibdi, 128 million so'm narxi. Mashina 4 yumshoq balon qo'yilgan, metan ustanovka bo'lgan. Qurg'oy tonirovka urilgan. Mashinamizda ham albatta ruxsatnomasi bor, tonirovka ruxsatnomasi. Idealniy sosteniyada. Qaralib haydalgan bo'lsa 2020dan buyon 5 yillik mashina. Kırılgan, kesilgan, yenilgan, yakirasi tutilgan joyi yo'q. Bemalol tekshirib olasizlar. Narxi 128 million so'm. Naqd, barter, nasiya savdo farqi o'zingiz yoqqan to'lov so'mda xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Men hozir hamma mashinaning polni bahosini aytib o'tdim-ku. Agar naqd bo'laman desangizlar, bemalol bog'lansangizlar yoki bo'lmasam doğru üstüne gelsengizler, pramo üstünde her bir maşinini aytılgan narxını albatta geliştirip qaytib beramiz. Malibu qancha qaraysizlar? Malibu 2018-yil 204 atmosferli motor mashina, 4 tane 18 razmerda diska bolalar qo'yilgan. Shuhrat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, sog'liqli yaxshimi? Salomatmisiz? Rahmat. Bahosini aytib bering buni o'zingiz. Buni 230 milliona beraman. 230 million so'm. 18-yilda bang. 18-yil. Mashinada shuncha ham bor. Avtoximga taman desa, variant taman, nasiya savdo taman desa 25 million so'm bersin, qonun notarisidan oformiyat ketaveradi o'zi. Hisob 25 million so'm bilan bersa bo'ldi, qolganini amalliman. Hisob. Mashina aybi defekt yo'q axir. Aybi defekti egasi kerak, odamlar ketsa bo'ldi. Ha, ega kerak, en ko'ra. 25 million bilan egasi notarisa pulini to'lasa, odamlar ketsa tamom. Hisob. Qolgan ma'lumotni keyin vaqtda beramiz, ang. Ana pulini so'rayman, 230 million so'm. 230 million so'm. 2018-yil Malibu 2 atmosferli mashina benzinda turibdi. Benzinda yurgan hech qanday metan propan qo'yilmagan. Qiziquvchilar kelaverasizlar. 230 million so'm Malibu lekin hali ko'pada qo'yilmay turibdi. Yana mashinada shumka bor, qurg'oy tonirovka bor. Ruxsatnomasi ham bor. Avtoshop avtomobilimizda mashinamiz tayyor, srochniy, telefon qiziqqanlar xarid qilib ketaverasizlar, gelip üstünde görüp. Hali mashinamiz toza geldi. Hammangizning kuningiz xayrli bo'lsin. Hammaga omad. Sog' salomat bo'linglar. Avtoshop avtomobimizga kelsangizlar, qo'limiz ko'ksimizda sizlarni tutib olamiz. O'zingizga yoqqan avtomobil bo'lsa, albatta ustunda yarashtirib beramiz. Xullas, gavrasizlar.